Nok foydali xususiyatlari va shirin ta'mi bilan yaqin qarindoshi olmadan qolishmaydi. Kaliy, antioksidantlar, dag'al oziq-tolalar, kam miqdordagi meva kislotalari va boshqa foydali moddalar bu mevani ham shirin, ham foydali, ba'zi holatlarda esa shifobaxsh qiladi. Nokning ikkinchi tur diabet rivojlanish xavfini kamaytirishi va insultning oldini olishi tajribalar bilan isbotlangan. Nok mevalarida deyarli barcha foydali moddalar, vitaminlardan A, C, E, K, B guruhi, makroelementlar, kalsiy, magniy, natriy, kaliy, fosfor, xlor, oltin gugurt, mikroelementlardan temir, rux, yod va boshqalar, organik kislotalar, efir moylari, flavonoidlar, fitonsitlar va boshqa biologik faol moddalar mavjud. Nok olmadan shirinroq tuyuladi, ammo bu yanglish tasavvur. Shunchaki olmada kislota ko'proq, shuning uchun nok ozishni xohlaganlarga butkul mos keladi. Quritilgan nokdan tayyorlangan qaynatma va kompotlar nafaqat shirin, balki juda mazali ham. Ularda taninlar, bog'lovchi ta'sirga ega moddalar bo'lib, ichak buzilishlarida, ayniqsa bolalar uchun foydali. Kompotdagi bir nechta qaynagan nok iste'moli qabziyat singari yoqimsiz holatda yordam beradi. Nokli kompotlar siydik yo'llarining yallig'lanish kasalliklarida ham foydali bo'lib, diurezni kuchaytiradi. Nokda ko'p miqdorda kaliy bo'lib, bu yurak faoliyati buzilishida, uyqusizlikda, qonda xolesterin miqdori yuqori bo'lganda foydali. Bir nechta yangi nok zo'riqqan mushaklardagi og'riqni ketkazishi mumkin. Hammasi kaliy tufayli. Nok mevalaridagi organik kislotalar hazm qilishni, moddalar almashinuvini yaxshilaydi. Buyraklar va jigar faoliyatini tezlashtiradi. Kamqonlikda shunday desert foydali. Yirik yetilgan noklarni po'chog'idan tozalab, ezing va bir qoshiq asal qo'shing. Nok mevalaridagi efir moylari organizmning himoya kuchlarini oshiradi va yallig'lanishga qarshi ta'sir ko'rsatadi. Xalq tabobatida nok qadimdan prostatitga qarshi vosita sifatida ishlatilgan. Qadimgi yunonlar nok mevalaridan turli kasalliklar va holatlarni davolash va oldini olish maqsadida foydalanishgan. Ular hatto dengiz kasalidan ham shu meva bo'laklarini tinimsiz so'rish yordamida xalos bo'lishgan. Natijada behuzurlik va bosh aylanishi yo'qolgan. Nokni shuningdek qo'ziqorindan zaharlanishda ham qo'llashgan. Nok urug'larini esa gijjalarga qarshi vosita sifatida ishlatishgan. Tabiblar nokni asosiy shifobaxsh vosita sifatida urologik yallig'lanishlar va ichak faoliyati buzilishida qo'llashadi. Oziq-tolalar ichak peristaltikasini faollashtiribgina qolmay, oshlovchi moddalar kasallik qo'zg'atuvchi bakteriyalarni harakatchanlikdan mahrum qiladi. Biroq nok eti ko'p miqdorda hazm qilish tizimi bo'shashishiga, po'stlog'i va barglari qaynatmasi esa qotirishga yordam berishini unutmaslik kerak. Xitoyda haligacha nokdan tayyorlangan yo'talga qarshi sirop juda mashhur, ammo uning qo'llanishi ham yo'tal xarakteri va asosiy sindromga bog'liq. Masalan, yopishqoq va qiyin ajraladigan to'q sariq balg'am bilan kechadigan yo'talda sirop ichish tavsiya etiladi. Kamdan kam ajraladigan oq rangli balg'am bilan kechadigan sovuq sindromli yo'talda esa sirop taqiqlanadi. Qadimgi arab tabiblari ham o'pka kasalliklarida yo'talni olish uchun nokni qaynatilgan yoki toblangan holda iste'mol qilishni buyurishgan. Nokning u yoki bu darajada taomnomaga kiritilishiga to'siq bo'ladigan xususiyatlari mavjud. Masalan, o'tkir va surunkali pankreatit, oshqozon osti bezi yallig'lanishida nok yeyish tavsiya etilmaydi. Bu hatto eng yetilib pishgan meva etida ham skleroidlar, tosh hujayralar, qalin qobiqli qotib qolgan o'lik to'qimalar mavjudligi bilan izohlanadi. Ularning devorlariga ba'zida ohak, hazm bo'lmaydigan mum yoki kremniy dioksid singib ketadi. Tosh hujayralar tufayli nok hatto oshqozon ichak trakti sog'lom odamlar uchun ham og'ir taom sanaladi. Xurujlarda aziyat chekadigan odamlar esa bu meva iste'molidan ayniqsa tiyilishlari lozim. Toblangan nokni ham, qirg'ichdan chiqarilgan nokni ham iste'mol qilish tavsiya etilmaydi. Tosh hujayralar baribir ularda mavjud bo'ladi. Nokning og'irlashtiruvchi ta'sirini agar sog'liq bilan muammo bo'lsa, uning go'sht mahsulotlari bilan bir paytda iste'mol qilinishi ham og'irlashtirishi mumkin. Bundan tashqari, nok yegandan so'ng ich ketib qolmasligi uchun suv ichish, uni och qoringa yoki ovqatlangandan so'ng darrov yeyish tavsiya qilinmaydi. Kletchatkaga boylik odatda organizm holatiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Biroq hazm bo'lmaydigan tolalarga boy mahsulotlarni ko'p iste'mol qilish
og'riqli spazmlar bilan kechadi. Nok mevalarida qand moddasining ko'pligi ham bu mevaning salbiy ta'sirlariga kiradi. Ammo mevadagi qandni konfet yoki shirinliklardagi shakar bilan solishtirib bo'lmaydi, chunki nokdagi qand oziq tolalar bilan bog'liq bo'lib, u qadar faol singmaydi. Azizlar, sog'lig'ingizni asrang. Har qanday mevalar, har qanday mahsulotlar iste'molida qarshi ko'rsatmalar ham borligini unutmang.